Bu taom qaysi millatga mansub bilsangiz, izohlarda yozib qoldiring. Issiq kunda nima taom tayyorlashni bilmay yurgan bo'lsangiz, aynan shu taomni tayyorlab ko'ring, maza qilib iste'mol qilasiz. Ayniqsa homiladorlarga ko'ngil aynishini bosadi. Piyozni yuvib yupqa qilib to'g'raymiz va sariyog'da qovurishni boshlaymiz. Alohida idishda achchiq chuchukni tayyorlab olamiz. Bu taomni go'shtini yanada mazali qilib tayyorlash uchun sariyog'ga qovursangiz, juda ham mazali bo'ladi. Ham go'shtni yumshoqqina joyidan xarid qilasiz. Pastroq olovda dimlab go'shtni pishirib qo'yamiz. Siz achchiq chuchuk tayyorlaganingizda piyozni uksuzli suvga solib qo'yasizmi yoki oddiy yuvib ishlatasizmi? Kashnich yoki ukrop qo'shib yorsak, yanada mazali bo'ladi. Tuz bilan yaxshilab aralashtirib olamiz. Yupqa qatlama patrini qo'lda maydalab laganga solamiz va ustidan suvga ivitilgan qurutni ham quyib yuboramiz. Qurutli mazali suvga patir bo'kib, shunaqa mazali bo'ladi. Ustidan achchiq chuchukni qo'yamizda va qovurilgan yumshoqqina go'shtni solamiz. Go'shtni ustidan qaynoqqina qilib isitilgan sariyog'ni quyib yuboramiz. Sizga retsept yoqdimi? Unday bo'lsa, yaqinlaringizga yuborib qo'ying. Aytgancha ishtahangiz ochilsa, Robiyangizniki mehmonga keling. Mantini yaxshi ko'radiganlar bormi? Unday bo'lsa, bittagina qizil yurakchani bosib qo'ying va yaqinlaringizga ham bo'lishib qo'ying. Tayyorlanishi juda ham oson va qiziq bo'lgan mantini tayyorlaymiz. Idishga suv, tuxum, yog' va tuzni solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Un solib qattiqqina xamir qoramiz va xamirni 20 daqiqaga tindirishga olib qo'yamiz. Xamir tinguncha nachinkani tayyorlab olamiz. Mayda to'g'ralgan go'sht va piyozni tuz ziravorlar bilan aralashtiramiz. Tingan xamirni teng ikkiga bo'lamizda zuvala qilib yoyib chiqamiz. Har doimgidek mantiga qanaqa yoysangiz, xuddi shunday qilib yupqagina qilib yoyib chiqasiz va videoda ko'rsatilgandek qilib xamirni ketma-ketlikda yoyib va kesib chiqamiz. Keskanda ham juda ham katta qilib kesasiz va xuddi shunday videoda ko'rsatilgandek qilib o'rab chiqasiz. O'ralgan xamirni zich qilib bir-biriga yaqin qilib olib kelasiz va videoda ko'rsatilgandek qilib ochib, katta qilib kesib chiqamiz. Xamirlarning ikkita chetini suv bilan ho'llab chiqamiz va tayyor bo'lgan nachinkani solamizda, xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib rulet shaklida o'rab chiqamiz. Bu mantilarda tugilishi ham, ko'rinishi ham juda ham antiq ekan. Nachinkasini xohishga qarab tayyorlasangiz bo'ladi. Endi manti qasqonga terib 30 daqiqaga pishirishga qo'yamiz. Mantilar tayyor bo'ldi. Izohlarda fikringizni yozib qoldiring. Agar ishtahangiz ochilsa, Robiyangizniki mehmonga keling. Tushlikka yoki kechki taomga 20 daqiqa vaqtingiz qolganda aynan salat, pyure va kotletni tayyorlab ko'ring. Bodringni videoda ko'rsatilgandek qilib to'g'rab olamiz. Ustiga mayda qilib to'g'ralgan ukrop, chesnok va tuzni solib yaxshilab aralashtiramiz. Muzlatgichga olib qo'yamiz. Ungacha pyurekka kartoshkani to'g'rab, tuz solib qaynatishga olib qo'yamiz. Kotlet uchun mayda qilib to'g'ralgan tovuq file, pomidor, sir, ustidan 2 osh qoshiq un va 2 ta tuxum chaqamiz. Kerakli tuz va ziravorlarni solib yaxshilab aralashtiramiz. Qizib turgan tovaga yog' solamiz. Yog' qizigandan keyin bir qoshiqdan tayyor bo'lgan massadan solamiz. 3-4 daqiqadan har ikki tarafini tillarang qilib pishirib olamiz. Pishgan kartoshkani suvini to'kib, ustiga sut va sariyog' solib yaxshilab ezib olamiz. Pyure yanada mayin, yumshoq bo'lishi uchun tayyor bo'lgandan keyin sitadan o'tkazib olamiz. Juda ham oson bo'lgan, bittada 3 xil taom tayyor bo'ldi. Sahifamga o'tsangiz, bundan-da ko'p salatlar, issiq taomlar, shirinliklar retseptini topasiz. Albatta tayyorlab ko'ring. Videoga like bosib, yaqinlaringizga ham yuborib qo'ying. Agar ishtahangiz ochilsa, Robiyangiznikiga mehmonga keling. Offline darslarimda 10 yildan ortiq shu taomni o'rgatganman. Ovozlari ishtahangizni ochdimi? Bugun retsepti bilan bo'lishmoqchiman. Kefir yoki qatiq, tuz va razrixitelni solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Yog' va 2 ta tuxum solamiz. Aralashtirib olamiz, so'ng un solib yumshoqqina xamir qoramiz. Tayyor bo'lgan xamirni 20 daqiqaga tindirishga olib qo'yamiz. Nachinkasi uchun tovuq filesidan qiyma chiqarib olamiz. So'ng mayda qilib qirg'ichdan chiqarilgan piyoz, tuz va ziravorlarni solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Tingan xamirni xuddi manti, chuchvaralarga yoygandek qilib yupqa qilib yoyib chiqamiz. Kichikroq kosa yoki piyola bilan xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib shakl berib chiqamiz. Kilar uchun bizga suv, tuxum, yog' yaxshilab aralashtiramiz, tuz va un solamiz. Kilarimiz tayyor bo'ldi. Yoyilgan va yumaloq qilib kesilib olingan xamirlarni o'rtasiga tayyor bo'lgan nachinkamizdan qo'yib chiqamiz va ustidan tayyor salomka pechenalarini qo'yamiz. Yaxshilab yopishtiramiz va o'rtasidan kesamiz. Kesilgan joyini bir-biriga yopishtirib chiqamiz. Avval kilarga, so'ng non talqoniga yaxshilab botirib olamiz. Tovaga yoki qozonga yog' solamiz. Yog' qattiq qizib ketmasidan o'rtadan pastroq olovda har bir tarafini tillarang qilib bo'g'irsoq pishirgandek qilib pishirib olamiz. Ha, xavotir olmang, ichlari ham yaxshi pishadi. Videoga like bosib, yaqinlaringizga ham yuborib qo'ying. Ishtahangiz ochilsa, Robiyangizniki mehmonga keling.